أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'raf suresi 6. Nahayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Musa'nın kavmi Musa Allah'a munajat qilish uchun Turtiyaga ketib qolgandan keyin o'zlaridagi oltinlarni yig'ib, oningdan xuddi kaladek mo'raydigan bir mo'zay haykalini yasab chiqib, uni ma'bud qilib olishdi. Ular bu mo'zayning ular bilan so'zlashamaydiganligini, ularga yo'l ko'rsatmaydiganligini bilmamdi. Ular bu qabih qilmishni sodir qilish orqali o'zlariga zulm qildi. Musa qaytib kelgandan keyin mo'zayni ma'bud qilib olganlar o'z qilmishiga pushaymon qilgan va o'zlarining rostilla Allohning haq dinidan ezib ketganligini bilib yetgan chaqda ibodatning Alloh qili qilinadiganligini e'tirof qilishga va istig'for etishga boshladi. Ular agar Rabbimiz bizning tavbamizni qabul qilib bizga rahim qilmasa va gunohlarimizni mag'firat qilmasa, biz albatta barliq amali bekor bo'lib ketib, halak bo'g'uvchilar qatoridan bo'lib qolamiz dedi. Musa qattiq g'azablangan va echingan holda qavmining yiniga qaytib keldi. Chunki Alloh uningga qavmini Samiri degan odamning ozdirib ketganligi haqida xabar bergan edi. Musa qavmiga: "Meni yo'q deb mo'zayga cho'qinib bakmi yomon ish qilibsizlar ha? Sizlar Rabbinglarning ishiga oldirib ketdinglarmi? Ya'ni mening qaytib kelishim Allohning belgilamasi bilan bo'ladigan tursa, sizlar buningga oldirib qoldinglarmi?" dedi-de, mo'zayga cho'qingan qavmiga va qeyrindishi Harunga g'azablanib, qo'lidagi Tavrat taxtalarini yerga tashladi. Ondan qeyrindishi Harunning chichidan tutib, uni o'z tarafiga tortdi. Harun yilinib turib: "Ey qeyrindishim, bu qavm meni bo'zak topdi, ojiz ko'rib qoldi, hatto meni o'ltirib etgani tas qoldi. Meni jazolab dushmanlarni xo'shal qilmagin. Meni sana osiylik qilib, mo'zayga cho'qingan bu zolim qavmning qatoridan sanamagin" dedi. Harunning chorasiz qolganligi va Allohning amriga sal qaramaganligi aniqlangandan keyin Musa aytdi: "Ey Rabbim, g'azablanganligim uchun meni afv qilgin. Qeyrindishimni Isroil avlodini yomon ishdan to'sanmaganligi sababli afv qilgin. Bizni sening keng rahmating doirasiga kirgizgin. Chunki sen bizga har qanday bir rahim qilguvchidan mubak rahim qilguvchisan. Shaksizki mo'zayni ma'bud qilib olganlar Rabbining qattiq g'azabiga uchraydi. Kofirlikqa sabablik bu dunyoda xorlikqa qoladi. Allohning dinida yolg'onni o'ydiradigan bid'atchilarga biz ana shunday jazo beramiz. Har qanday bid'atchi xor va zabundir. Kofirlik va gunoh maziyat qatorliq yomon ishlarni qilib qo'yib, ondan qayta iymon etib yaxshi amallarni qilgan, gunohiga tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarga kelsak, shaksizki Rabbing ularni qilmishlariga samimiy tavba qilgandan keyin albatta mag'firat qilguchidir. Ularga va ularga o'xshash tavba qilguvchilarga rahim qilguchidir. Musaning ochiqi bisilgandan keyin u o'zi yerga otgan Tavrat taxtalarini qo'liga oldi. Uningda haqiqatning bayoni va Rabbidan qo'rquvchilar uchun rahmat bor edi. Musa o'z qavmi ichidagi yaxshi kishilardan 70 kishini tanlab chiqib, ularni Alloh belgilab bergan vaqtda Turtiyaga elib chiqdi. Chunki Alloh ularni Isroil avlodi ichidagi mo'zayga cho'qing'uvchilarning gunohini tilishi uchun qabul qiladiganligiga va'da bergan edi. Ular Turtiyaga kelgan chaqda Musaga: "Ey Musa, biz Allohni ko'migicha sana qat'iy ishonmaymiz. Sen haqiqatan Alloh bilan so'zlashding, qani uni bizga ko'rsatgin" deb turib oldi. Shuning bilan ularga qattiq zilzila yuzlanishi bilan ularning hammasi o'ldi. Musa Allohga iltijo qilib aytdi: "Ey Rabbim, endi men Isroil avlodiga nima deyman? Ularning tanlangan odamlarini halok qilib etdim. Agar xohlasang ularni va meni bu ishdan burunla halok qilib etgan bo'lardi. Chunki ashu menga buningdan yenikrak edi. Ey Rabbim, oramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan. Bu qavmimning mo'zaydan yasalgan haykalga cho'qinganligi sendan kelgan sinoqdir. Sen uning bilan xohlagan bandangni ozdirasan, xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimiz va madadkorimizsan. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen gunohlarni afv qiluvchilarning va xatolashuvchilarning aybini yo'guvchilarning eng yaxshisisan. Bizni bu dunyoda yaxshi ishlarni qilishga muyassar qilgin. Oxiratda mu bizni yaxshilarning qatorida qilgin. Shaksizki biz gunohlarimizga tavba qilib sana qaytdik." Alloh Musaga aytdi: "Men azobim bilan qavmim ichidagi ashu kishilarni azoblagandek, boshqa bandalarim ichidan mu xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmatim maxluqotimning hammasiga o'rtaqdir. Rahmatimni mendan qo'rqadigan, mening azobimdan hazar aylaydigan,
buyurgan farzlarimni ado qiladigan, gunoh ma'siyatdan yiroq turadigan, mening yagona iloh ekanligimga dalolat qiladigan dalil pokitlarga ishonadigan kishilarga tegishli qilaman. Rahmatimni yana o'qish va yezishni o'rganmagan elchi Muhammad alayhissalomga ergishadigan kishilarga xos qilaman. Ular o'zlaridagi Tavrat, Injillarda Muhammad alayhissalomning sifatining mundoq yozilganligini ko'radi. U payg'ambar ularni Allohning yagona iloh ekanligiga iymon etishga, uningga itoat qilishga va dinda yaxshi deb qaralgan har qanday ishlarga buyuradi. Ularni Allohga sherik keltirishdan, osiylik qilishdan va dinda yomon deb qaralgan har qanday ishlardan to'sidi. Ularga pok narsalarni yeyish, ichishni va o'ylanishni halol qiladi. Cho'shqa go'shiga o'xshash nopok narsalarni yeyishni va Alloh cheklagan ishlarni qilishni harom qiladi. Paskini bo'lib qolgan yana kesib tashlash, g'animatlarni ko'ydirib etish, savallik bilan odam o'ltirgan kishini o'ltirish qatorliq ilgari ularga buyurilgan og'ir diniy majburiyatlarni amaldan qoldiradi. Bu payg'ambarga iymon etgan, uni hurmatlagan, uningga yordam bergan va uningga nozil qilingan Qur'onga ergashgan kishilarga kelsak, ana shular Alloh mu'min bandalarga va'da qilgan mukofotlarga erishguchilardir. Ey payg'ambar, insonlarning hammasiga aytqinki, men haqiqatan osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi barliq narsalarning egisi bo'lgan Allohning hammanglarga avatgan elchisiman. Men biror millatga yoki biror qabilaga xos emas, balki barliq insoniyatga kelgan payg'ambarman. Taat ibodatni Allohdan boshqasiga qilishga bo'lmaydi. Chunki uningdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'qdir. Alloh maxluqotni yo'qdan bor qilishga, ularni yo'q qilishga va qayta tiriltirishga qodirdir. Shunga sizlar Allohga, uning yagona iloh ekanligiga iymon keltiringlar. Allohga, Allohdan o'zga va o'zidan ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon keltiradigan, o'qish va yezishni bilmaydigan payg'ambarga iymon keltiringlar. To'g'ri yo'lda menishga muvaffaq bo'lishinglar uchun uningga ergishinglar. Uning buyurganlarini o'rindanglar. Musoning qavmi ichida haq ustida mustahkam turadigan, kishilarni haq yo'liga boshlaydigan, ularning orasida haq bilan odil hukm qiladigan bir jamoa bor. Biz Isroil avlodini o'z ichidagi oymoqlarning soni bo'yicha 12 qabilaga bo'lib etdik. Har bir oymoq Yaqub alayhissalomning o'g'illaridan borliqqa kelgan edi. Har bir qabila ashu qabilaning boshliqining nomi bilan to'nilatdi. Musoning qavmi bayovonda tashnolikdan uningdan suv talab qilganda, biz Musoga Hasan bilan toshni urg'in deb vahiy qildi. Musa Hassi bilan toshni urvidi, uningdan 12 buloq itilib chiqdi. 12 qabilaning har biri o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Biri yana birining o'rniga berib olmaydigan bo'ldi. Ularga bulutni soyvan qilib berdik. Ularga taranjivil holvasi bilan bo'dini qovupini tushirib berdik. Ularga biz ato qilgan pok narsalardan yangla dedik. Ular bir xil narsani yeverib uningdan zerikib qoldi. Uni yeverishga toat qilib turolmaydiganligini aytdi va bu yaxshi narsalarni nachar narsaga almashtirib berishni talab qildi. Ular bundoq tuzkurlik qilish bilan bizga ziyon yetkazmadi, lekin o'ziga ziyon soldi. Chunki ko'plagan yaxshiliklardan mahrum qoldi va o'zlarini Allohning jazosiga tegishli qildi. Ey payg'ambar, Isroil avlodining osiyligini eslaginki, o'z vaqtida ular Allohga osiylik qilgan, Musoga itoat qilishdan bosh tortgan va ularga sizlar bu Baytul Muqaddas shaharda turinglar, u yerning mevalaridan, oshliqlaridan xoliqininglarcha kangtasha yanglar. Ey Alloh, gunohlarimizni kechirgin danglar. Shahar darvozasidan Allohga egilgan holda kiringlar. Shunda qilsanglar, biz sizlarning barliq gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Taat ibodatni mukammal qiluvchilarga ikki olamda mukofotini oshirib beramiz deyilganda, ular o'zlariga deyilgan so'zlarni o'zgartirib o'tgan edi. Ularning ichidagi kofirlar Alloh aytgan amr farmonlarni boshqa so'zlarga o'zgartirib o'tdi. Shahar darvozasidan sag'risini yerga surkab, kaynichilab kirdi. Shuning bilan ularni osiyligi va haqsizligi sababli osmondan azob avatib halok qilib o'tdik.